Mirzo Ulug'bek metro atrofidan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 6-kvartalda joylashgan Mirzo Ulug'bek metrogacha bor yo'g'i piyoda 1-2 daqiqalik masofada joylashgan ikki xonalarimiz alohida neoklassik uslubda ta'mirlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz birinchi xonamiz, mehmonxona o'zining yumshoq mebellari, TV zonalari, loft uslubidagi mebellari bilan ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa oshxonamiz o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirilgan uyimiz egalari tomonidan oshxonamiz esa balkon qismiga ko'chirilgan. Ko'rib turganlaringdek, uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan bo'lib, bu yerda esa 1,5-3 bo'lgan balkonimiz uyimiz egalari tomonidan oshxonaga o'zgartirilgan. Bu yerda ham barcha kerakli mebel va texnikalar yaxshi sifatlisidan qo'yilgan uyimiz egalari tomonidan. Uyimizning umumiy maydoni 46 metr kvadratdan iborat bo'lib, xonalarimiz alohida ko'rib turganingizda razdельный sanuzlimiz gilamli eshikdan kirib kelish bo'ladi bu yoqda. Bu yoqda esa ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham barcha kerakli mebel va texnikaning yaxshi sifatlisidan qo'yilgan, ko'rib turganlaringdek romlar almashgan. Eshiklarda ham yaxshisidan qo'yilgan, ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa razdельный sanuzlimiz hojatxona qismi. Biz mo'ljaliga keladigan bo'lsak, sizlaringdek G'ofurg'ulon park chapalagi bo'ladi bu yoqda. Bu yog'imizda esa 100 metrdan ham kamroq masofada joylashgan metroni tushish yo'lagi va to'g'ridagi domda uyimiz joylashgan bo'ladi. Ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari $83,560 narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.